Assalomu alaykum barchaga. 28-fevral. Hozir stolimizda birinchi patsientkamiz. Yoshlari 33 ta. Ikkilamchi bepushtlik, 2 marta farzandli bo'lishgan tabiiy yo'l bilan. Bundan keyin homiladorlik yuzaga kelmagan va Toshkent shahrida boshqa klinikada bitta eko programma o'tkazishgan. 10 ta tuxum hujayradan bir dona embrion chiqqan, lekin embrion ekishgacha yetib bormagan. Va hozir oradan ozgina muddat o'tib, boshqatdan tekshiruvlardan o'tdik va tayyorgarchilik ko'rib, yana bitta programmaga oldik. Mo'ljalim bo'yicha 10 ta atsit edi, 10 ta follikul bor edi. Lekin kichkinalardan ham tuxum hujayra chiqib, hozir 12 ta tuxum hujayra chiqdi. Qanchalik yutuqligini 2 soatdan keyin bilamiz va bugun urug'lantiramiz va bularda genetik tekshiruv mo'ljal qilingan. Agar o'g'il bola embrionlar bo'lsa, birinchi o'g'il bola embrionlarni ekishmoqchi, qiz bola embrionlar bo'lsa, bizga aytishadi. Nima bo'lganda ham qizimizga omad tilaymiz, inshaalloh. Mana shu chiroyli kunlarda qilgan barcha niyatlariga erishsin. Hammangizga xayrli kun tilayman.